Pomidorim yaxshi bo'ldi. 45 million daromad ko'rdi. Ikkinchisi bodirim, mana tarafga zelinlar ekkanmiz. Yaxshi, oilaviy mehnat qilyapti, daromad bo'lyapti. 35 million daromad ko'ramiz deb bozorga chiqaryapti. Bir mavsumda necha marta ekib daromad olyapsiz? Bu bodiring ikkinchisi bo'lsa, zelin bor, uchinchisi bo'lyapti. 3 marta ekyapti. Ko'katlarimizning o'zimizning Paxtakor tuman dehqon bozoriga olib chiqyapmiz mana. Kuniga 500 ta, 400 ta guruhlardan olib chiqyapmiz. Ikkinchi o'rin mana. Hammasi. Bundan tashqari mana sizlar bor. Ular ham tayyor turibdi. Bu tomondagi petroshkalar olib turib, mana joyiga ana ekyapmiz. Oilamiz hammasi yo'lda ishlayapmiz. Ishlab oilamiz tebratyapmiz. Sizga xabar kimizga zelin ekyapmiz. Ko'rib turganimiz yaxshi emas. Daromad yaxshi bo'ldimi birinchisi? Yaxshi bo'ldi. Qanday sotishda qiynalmaysizlarmi? Bozor bor, qiynalgan.